zolim zulmni qilib, haqini yeb, urib, so'qib, sindirib ketaveradi-yu, bu kalta yeb mazlum bo'lib qolib ketaveradimi? Shularni ham sanabdi bular. Shuning uchun qiyomat bor, zulm ko'rganingizda, nohaqlik ko'rganingizda va hech narsa qila olmagan paytingizda nima deysiz? Nima deysiz? Ha, qiyomat bor deysiz. Noiloj bo'lganda qiyomat esiga keladi, yo'q, boshida. Mana haqlar bor. Qarzlar bor, to'lolmayotgan. Hammamiz odam ekanmiz, muomala qilamiz, qarzimiz bor, haqqimiz bor. Qarzni berishga harakat qilyapmiz, boshqa qilyapmiz. Endi ololmaydigan haqlaringiz bor. Bermayapti-da. Talab qilib boryapsiz, bermayapti. Shunda kechdim demanglar. Agar qarzdor bera olmayotgan qarzdor bo'lsa berar edi bilasiz. Imkoniyati bo'lmayotgan bo'lsa kechganingiz afzal. Qiyomatga qoldi deyishingiz ham mumkin. Lekin boyaga odam bo'lsa berar edi bilasiz. Halol to'g'rini bera olmayapti, ish yurishmayapti, puli yo'q. Kechganingiz afzal bo'ladi. Ammo ikkinchi odam bu shunaqa odamki, bera olmayapti emas, bermayapti u. Va bermaydi. Unda nima qilasiz? Kechdim deysizmi? Qiyomatda olaman deysiz. Endi dunyoda olib kelsa-chi? Olasiz. Shuning uchun aytingki, o'shanga odam bo'lsa, zolim, zulm qilayotgan. Olib kelib bersa, shu dunyoda olaman, aka yo uka. Agar dunyoda bermasangiz, qiyomatda olaman, lekin kechmayman deb qo'ying. Chunki so'ramasdan tek esdan chiqarib olsangiz, bu haq qiyomatda sizdan so'raydi, nima menga talab qilmagansan deydi. Tushunarlimi? Inechi bersang dunyoda olaman, bermasang qiyomatda dedingiz, o'zingiz ham yengil tortasiz. Siqilavermaysiz, o'ylab. O'zingiz ham maza qilib qolasiz. Alloh yozgan bo'lsa keladi dunyoda, olasiz. Agar yozmagan bo'lsa oxiratga qoladi. Ikkalasiz ham yutyapsiz. Oxirat kuni qachon bo'lishini Allohdan boshqa hech kim bilmaydi.